Aholi salomatligini muhofaza qilish, yuqumli kasalliklar tarqalishini oldini olish bugungi kunda eng ustuvor vazifalardan biridir. Shu bois oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash, tashish va sotishda, shuningdek, tibbiy xizmat, ta'lim hamda maishiy xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat yurituvchi xodimlar belgilangan tartibda davriy tibbiy ko'rikdan o'tishlari shart qilib belgilangan. Biroq ayrim holatlarda o'z salomatligiga befarq bo'lgan xodimlar tibbiy ko'rikdan o'tmasdan hujjatlarni tanish-bilish orqali rasmiylashtirmoqda. Endilikda esa bunday qonun buzilishlariga chek qo'yiladi. Joriy etilayotgan yangi tartib va nazorat mexanizmlari orqali tizim shaffofligi ta'minlanishi belgilanmoqda. Biz bilan suhbatda bo'lgan fuqaro ham yillar davomida har 6 oyda majburiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tishi lozim bo'lgan talabni bajarmasdan masalani pul evaziga hal qilib, soxta hujjat orqali faoliyat yuritib kelganini ma'lum qildi. Men oshpazlik sohasida faoliyat yuritaman. 6 oyda bizani tibbiy ko'rigimiz so'rashardi. Men pulga qilardim, to'g'risi to'lov asosida. Oxirgi payt SESdan tekshiruv bo'lib, soxtaligi bilindi-da. Bizani oshxonamizda 7 kishi faoliyat yuritadi. Hamma xodimlarnikini yig'ib o'tkazardik. Ko'plab yuqumli va xavfli kasalliklar yashirin tarzda bir insondan boshqasiga yuqishi, hatto e'tiborsiz qoldirilgan oddiy holatlar ham og'ir asoratlarga, ayrim hollarda esa o'limgacha olib kelishi mumkin. Bu holatlarga chek qo'yish maqsadida Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya boshqarmasi tomonidan tibbiy ko'rik masalalari to'liq ravishda raqamlashtirildi va bundan keyin aynan butun poytaxtimizda o'sha faoliyat yuritayotgan yuqorida qayd etilgan xodimlar tibbiy ko'rik daftarlarini soxtalashtirish yoki davriy tibbiy ko'rikdan vaqtida o'tmagan holda faoliyat yuritishlari cheklanadi. Aynan bu tizim orqali nafaqat davriy tibbiy ko'rikdan o'tgan xodimlarning ism familiyalari kiritiladi va u jarayonda u qayerdan tibbiy ko'rikdan o'tgan, qaysi tashkilotdan, qachongacha muddati bor bilib olish mumkin. Poytaxtimizda olib borgan o'rganishlarimiz davomida ham ayrim xodimlar davriy tibbiy ko'rikdan o'tmasdan soxta tibbiy daftarchalar orqali faoliyat olib borayotganligiga guvoh bo'lgan edik. Mazkur raqamlashtirish ishlari poytaxtimizda aynan fevral oyidan to'liq ishga tushirildi va yuqorida qayd etilgan xodimlar har 6 oyda ular ham san minimum o'quv kurslarida o'qigan holda faoliyat yuritishlari kerak. Bugungi kunga qadar aynan san minimum o'quv kurslarida o'qigandan so'ng biz sertifikatlar taqdim etar edik va ular ham qog'oz shaklida bo'lar edi va bu jarayonda ham birmuncha qiyinchiliklar vujudga kelgan va shu sababli bu ham aynan raqamlashtirilgan holda bugungi kunda QR kod orqali beriladi va nazorat tadbiri davomida o'sha QR kod orqali xohlagan inson soxta hujjat emasmi buni bilib olish imkoniyati mavjud va poytaxtimizda joylashgan aynan butun 12 tumanlarimizdagi laboratoriyalarimiz, xususan boshqarmamizning laboratoriyalar majmuasi ham bir tizimga integratsiya qilindi va bu jarayonda ma'lumot almashinuvi aynan markazlashtirilgan holda amalga oshirilib, o'tkazilayotgan tahlil jarayonlari va ma'lumotlar ham osonlashdi. Endilikda soxta hujjatlar asosida ishlayotgan shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 30 baravarigacha miqdorida jarima qo'llaniladi. Ma'lumot uchun, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari 412 ming so'mni tashkil etadi. Bu kun Go'zal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.